bag'ring eslab bag'ring tig'laysan eslab bag'ring tig'laysan birinchi muhabbatim eslab bag'ring tig'laysan yasha tersiya qildi bu tersiya ikkalasi eslab bag'ring hali farroda hali eslab bag'ring birinchi muhabbatim omon bo'linglar. Endi dunyo shunaqa katta bozor. Birov uni qilib tirikchilik qilib bunday qiladi. Hayot shu. Hayot shunaqa. Faqat bitta narsa qoladi, yaxshilik qoladi, yaxshi nom qoladi, yaxshi ish qoladi. Hammani Alloh taolo rizq nasibasini beradi. Hammangiz san'atkor, hammangiz masalan boshqa sohadagi ishchi. Hali Fozil Qoraka rahmatli aytardi, osmonda uchib ketayotgan qushga ham o'sha osmonni o'zida rizq nasibasini Alloh yetkazadi derdilar. Alloh kishini ruhlarini shod qilsin. Shuning uchun bir-birimizni men sizlarni hammanglarni yaxshi ko'raman. Sozanda, xonandalar hammangizni yaxshi ko'raman. Hammangizni yaxshi ko'raman. Bir-biringizni yaxshi ko'rishingizni xohlayman doimo. Doimo. Qiziqchini ham sendan boshqasini yaxshi ko'rmayman. Qiziqchilarni-chi deyapti. Qiziqchilar sal shu bir xil joylarda bir xil gapni gapirib qo'yib, o'zi keyin qiynalib yuradi. Shuning uchun iloyim qiziqchilar ham sog' omon bo'lsin. San'atkor bo'lgani uchun, tirikchilik qilayotganligi uchun ularni yaxshi ko'rish bizga farz. Lekin xato qilib qo'ymasliklarini Allohdan so'rab turamiz. Chunki inson gapirganda hisob kitob qilmay gapirib qo'yadi. Konsertdami, to'ydami esidan chiqib qoladi. Birovni kuldirishga, yaxshilikka gapirib qo'yaman deb bir narsa chiqib ketib qoladi. Shunga javob berib o'tiradi keyin. Shulardan Alloh asrasin. Endi ko'p gapirib bordim. 1 soatcha gapirdim shekilli o'zi ham. Dada beriroq keling, dada. Keling bu yoqqa. Endi tikka turish sizga mumkin emas. Mayda o'tirasizlar mana mayda. Yangam qani, onani, dadalarni, onalarni mashi bir o'tirgizib suratga olib, ularni maza qilganini ko'raylik. Operatsiya qilmaymiz deb. O'ylamagan. Operatsiyani mashida anaqa sostav bor-ku, bizdan oldin kelib o'tirgan sostav. Shular qiladi. Vazifa shularga. Faqat bularni o'zini ashlasi bor. O'zini ashlasini aytib berish kerak bularga. Qani o'tiringlar mana, mayga. Ha, shu o'tirgizib. Yaxshi turadi mana shu. Yuking yerda qolmag'ay, qatoringda nor bo'lsa. Jingalay bola bor tabii. Kastimi, meni kastimga o'xshagan.
yuking yerda qolmag'ay, qatoringda nor bo'lsa, ora yo'lda qolmaysan, do'st yoring bor bo'lsa. Sevib sevib olganing go'zal betakror bo'lsa, qarsak cholaylik kelayotgan yoniga. To'yingda ham bunaqa qilmagan sanlarda hech kim. O'zingni to'yingda ham bunaqa mazza qilmagansan. Sevib sevib olganing go'zal betakror bo'lsa, oltin u zar ko'rinmas yoningda shu yor bo'lsa. Oqibatli qarindosh ajralmagay ming yilda, miroj otang boshida, jannat onang poyida. Ketsa agar topmassan 100 ming yilda joyida, oyog'idan o'pdoyim ota onang bor bo'lsa. Vazifa aldab bo'lsa ham, aldab bo'lsa ham, hazillashib bo'lsa ham, hech burun bir marta oyog'ingizni uqalab qo'yay deb turib, ikkalovlarini ham oyog'idan o'pib qo'yasan. Shu vazifa senga. Armon qilmaysan, armon qolmaydi odam. Mana bularga dadan cho'ntagiga sol. Rahmat. Ketsa agar topmassan 100 ming yilda joyida, oyog'idan o'p doim, oyog'idan o'p doim, oyog'idan o'p doim, ota onang bor bo'lsa. Belingda kuch borda, oilangni shod ayla. Bu hammamizga, hamma artistga taalluqli gap mana bu. Hammamizga, hamma sozanda, xonandaga, biz ko'chada yuramiz. Hammamizga taalluqli, boshqalarga ham. Belingda kuch borida, oilangni shod ayla. Yoningdagi haloling ko'nglini obod ayla. Belingda kuch borida, oilangni shod ayla. Yoningdagi haloling ko'nglini obod ayla. Farzandlar uchun Allohdan baxt tilab faryod ayla. inson nomi o'chmag'ay, inson nomi o'chmag'ay, o'g'il qizi bor bo'lsa. Ilohi sog' salomat o'stirsin, ziyoda bo'lsin. Ilohi bola chaqalarning huzurini ko'rsin.
qo'sha qarisin. Bola chaqali bo'lib shu nevaralar chevarali bo'lsin, bola bo'lsin iloyim. Rizqi ziyoda bo'lib, martabalari ulug' bo'lsin. Iloyim bizlar doim quvonib yuraylik ota-onalar. Amin, amin, amin. Farzandlar uchun Allohdan baxt tilab faryod ayla. İnson nomi o'chmag'ay, inson nomi o'chmag'ay. O'g'il qizi bor bo'lsa, yuking yerda qolmag'ay. Qatoringda nor bo'lsa, aro yo'lda qolmaysan. Do'st yoring bor bo'lsa. Qarsay, bularga qarsay. Hammani shunaqa kunlarga yetkizsin. Otalar, onalarga, bolalarga ham, sizlarga ham, bizlarga ham shunaqa kunlar nasib bo'lsin. Barakalloh. Ona bitta oz gapirib keting. Sizga ham rahmat. Mana ustozlar boridan xursandman sizga o'xshagan. Bizda Farhodjon martabasi ulug' bo'lib, hamisha sizlarning ketingizdan ketib, shuni yaxshi inson bo'lib yursin, bola chaqasini huzurini ko'rsin. Rahmat kelganlar. Barakalloh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. As-salatu va salamu ala xayri xalq Muhammadin ali ashabi ajmain. Jiraljon, umringiz uzoq bo'lsin. Ilohi Alloh taolo sizni bundan ham yuqori shu fazilatlarga erishishga nasib aylasin. Ilohi sizni hislatlaringiz bizni farzandlarimizga ham ilohi nasib aylasin. Sizni izingizdan borishga Alloh taolo bularga ham nasib aylasin. Amin. Sallallohu alayhi xayr xalq Muhammadin ali ashabi ajmain. Rahmatga ya arhamar rohimin. Rahmat, birodarlar. Meni ko'p hurmat qilvardinglar, 5-6 ashla aytib bordim. Haligi chiqmaydigan pardalarga chiqmasligim kerak, pardalarga chiqib oldim, kerak emas. Aytmayman dedim o'sha pardalarda. Majbur bo'lib qoldim. Endi bo'lgan bo'lsa kerak, endi sog' bo'linglar. Pulinglar ham qolmadi endi, daminglarni olinglar ozgina. Ko'rmishamiz.